Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Management of Advanced Medical Devices, ya'ni zamonaviy tibbiy qurilmalarni boshqarish, malaka oshirish kursining 13-mavzusiga yetib keldik. 13-mavzuyamiz zararsizlantirish va qayta ishlov berish haqida gaplashamiz. Ya'ni tibbiy asos-uskunalarni zararsizlantirish va qayta ishlov berish tibbiy texnika boshqaruvidagi muhim tadbirlar bo'lib, ular shifoxonaning tibbiy asbob-uskunalari yetarli darajada tozalanishi va dezinfeksiya qilinishi kerak va mumkin bo'lganda sterilizatsiya qilinishi ta'minlaydi. Birinchi rasmda ko'rsatilgandek, dezinfeksiya qilish va qayta ishlov berish bilan bog'liq harakatlar va natijalar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Yetarli darajada tozalanmagan va dezinfeksiya qilinmagan tibbiy asbob-uskunalar kasalxona xodimlariga, bemorlarga va atrof muhitga zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, tozalanmagan va yoki yaxshi tozalanmagan asbob-uskunalarning xizmat qilish muddati tegishlicha parvarish qilinadigan xuddi shu turdagi uskunalarga qaraganda qisqaroq bo'lishi mumkin. Kasalxona rahbarlari zararsizlantirish va qayta ishlov berishning murakkabligi va ahamiyatini tushunishi va hisobga olishi kerak bo'ladi. Standart operatsion protseduralarda belgilangan eng yaxshi amaliyotga asoslangan qator ketma-ket qadamlar. Ular qurilmalarni yoki tegishli vositalarni, aksessuarlarni yig'ib olish, tozalash, dezinfeksiya va iloji bo'lsa sterilizatsiya qilish, tashish, saqlash va tegishli bo'limlarga qayta taqsimlash hamda jarayondan kelib chiqadigan har qanday chiqindilarni yo'q qilishni o'z ichiga olishi mumkin. O'qitilgan malakali xodimlar tegishli infratuzilma, uskunalar va zararsizlantirish materiallari, shuningdek sifatni nazorat qilish mexanizmlari. Kasalxona ichki infeksiyalari. Tibbiy asbob-uskunalarni to'g'ri zararsizlantirish kasalxona ichi nozokominal infeksiyalari xavfini kamaytirishga va oldini olishga yordam beradi. Aksincha, noto'g'ri zararsizlantirish nafaqat kasalxona ichi infeksiyalarining ko'payishiga, balki mikroblarga qarshi vositalarga chidamlilikni tarqalishiga ham sharoit yaratilishi mumkin. Ushbu ikkinchi rasmda ko'rsatilganidek, infeksiya zanjiri bir qator ketma-ket elementlardan iborat. Kasalxona zanjirining turli bo'g'inlariga aralashib, infeksiya xavfini boshqarishi va shunday qilib infeksiyani to'xtatishi mumkin. Infeksion agentlar. Bu viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va prionlar kabi kasallik qo'zg'atuvchi patogen mikroorganizmlardir. 3-rasmda ko'rishingiz mumkin. Kasalxonadagi mikroblar, qanaqa mikroblar bo'ladi? Prionlar, bakterial sporalar, ya'ni datsista hosil qiluvchi sodda hayvonlar, mikrobakteriyalar, lipidsiz yoki kichik viruslar, bezlipidniy или malay virusi deyilgan, zamburug'lar, ya'ni grippkalar, grippoklar, lipid yoki o'rta viruslar, vegetativ bakteriyalar. Endi mikroorganizmlarni yo'q qilish uchun zarur minimal ishlov berish, maxsus usullar talab etiladi yokida misol uchun prionlarni yo'q qilish uchun maxsus usullar talab etilar ekan. Sterilizatsiya qilinadi ekan bakteriyalar. Mikrobakteriya yuqori darajali dezinfeksiya, lipid yoki kichik viruslarni yuqori darajali dezinfeksiya qilinadi ekan. Har xil turga qarab. Olib chiqish darvozasi, выходные varota. Bu patogen mikrob rezervuar yoki xo'jayinni tark etish mumkin bo'lgan har qanday yo'l hisoblanadi. Odamlar va hayvonlarning nafas yo'llari, siydik tanosil va oshqozon-ichak yo'llari, teri va shilliq pardalar va yo'ldosh platsenta chiqish darvoza bo'lib xizmat qilishi mumkin ekan. Kasalxonalardagi odam bilan bog'liq bo'lgan chiqish darvozalari soniga yetarli darajada tozalanmagan tibbiy asboblar, mebellar va boshqa buyumlarni kerak. Tarqalish yo'li. Bu patogenlarning bir joydan ikkinchisiga o'tish yoki yuqish yo'li, chiqish darvozasi va yangi xo'jayin o'rtasida, yangicha bakteriya o'rtasida bevosita aloqa, masalan, xodim yoki bemor tibbiy asbobning iflos yuzasiga tegishi yoki bilvosita aloqa tomchilar va aerozollar orqali yuz berishi mumkin. Kirish darvozasi. Входные ворота. Patogen yangi nimadan tanasiga kirib olish mumkin bo'lgan odam tanasidagi teshik. Kasalxona sharoitida bu odatda nafas olish yo'li bilan, ya'ni nafas yo'llari orqali, so'rilish, ko'z va burun kabi shilliq pardalar orqali yoki yutish, oshqozon-ichak trakti orqali ichkariga kiritish yoki inyeksiya, teri orqali va tananing ichiga katseter yoki endoskop kabi tibbiy asboblarni kiritish orqali sodir bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni восприимчивый хозяин atamasi immunitet yo'qligi yoki infeksiya yuqtirishga qarshilik ko'rsata olmasligi tufayli kasallikka moyil odamni anglatadi. Xavf-xatarni baholash. Zararsizlantirish odatda tozalash, dezinfeksiya va sterilizatsiyani o'z ichiga oladi. Muayyan tibbiy asbobni zararsizlantirishning eng yaxshi usuli
ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan yo'riqnomada ko'rsatiladi. Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmasi bo'lmagan taqdirda Spaulding tasnifi shifoxona menejerlariga zararsizlantirishning talab etiladigan minimal darajasini aniqlashda yordam berishi mumkin. Spaulding tasnifi quyidagilarni o'z ichiga oladi, ya'ni qayta ishlatish mumkin bo'lgan tibbiy asbob-uskunalar infeksiya yuqishining sababi bo'lishi xavfini taxminiy baholash, uskunaning maqsadli ishlatilishini va tibbiy asbobning kirish va chiqish darvozalariga hamda yuqish yo'liga ta'sirini ko'rib chiqish, qurilmani xavfsiz ishlatish uchun zarur bo'lgan zararsizlantirish ishlov berish darajasini aniqlash. Spaulding tasnifi quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin. Tibbiy uskunalarni 3 xil toifaga ajratadi: kritik, yarim kritik, nokritik bo'lmagan uskunalarga, ya'ni yuqori kritik teri yoki shilliq pardani yorish yoki tananing steril bo'shlig'ida kirish bilan bog'liq buyumlar. Tavsiya etiladigan zararsizlantirish darajasi tozalash va keyin sterilizatsiya qilish kerak ekan. Tibbiy uskunalar misollarida jarrohlik asboblari, implantlar, protezlar, qattiq endoskoplar, biopsiya asboblari, ko'z va stomatologiya uskunalari, oyoq yuzalarini parvarish qilish asbob uskunalari, bog'lov materiallari, sterilizatsiya qilinadigan shpritslar va ignalar, qayta ishlatiladigan bemorlar uchun shlanglar, silifonlar va boshqa yoki yuqori haroratda buzilmaydigan plastmassa, metall va rezina komponentlar. O'rtacha yarim kritik shilliq pardalar yoki tana suyuqliklari bilan aloqa qiladigan buyumlar, bularga tozalash va eng kamida yuqori darajali dezinfeksiya ideal holatda sterilizatsiya qilinishi kerak. Sun'iy nafas berish uskunalari, narkoz uskunalari, invaziv bo'lmagan egiluvchan endoskoplar, metall til ushlagichlar, ishchi yuzalar, kir yuvish idishlari, bug'langan buyumlar, ifloslangan buyumlar, termometrlar va hokazolar. Keyingisi past nokritik bo'lmagan sog'lom teri bilan aloqa qiladigan buyumlar. Tozaligi ayon bo'lishi kerak va keyin past darajali dezinfeksiya. Tonometrlar kiradi bunga, EKG simlari, отведениялari, stetoskoplar, tuvakilar, qo'ltiq tayoqlar, kompyuter karavot ramalari, suv o'tkazmaydigan qoplamali to'shaklar, ishlatishdan oldin g'ildirakli zambillarning katalkalarning ustki qismi, oksigemometrlar, ishchi yuzalar va hokazolar kiradi. Albatta, tibbiy asbob-uskunalarni 3 ta xavf darajasiga va tegishli zararsizlantirish darajasiga ko'ra guruhlash bu soddalashtirishdir. Kasalxona rahbarlari quyidagi batafsil tekshirishi kerak. Quyidagilarni, ya'ni muayyan uskunaning quyidagilar bilan aloqaga kirish bilan bog'liq xavf darajasi, ya'ni potensial kasallik qo'zg'atuvchilar, ifloslanish tabiati, o'ziga xos xususiyatlari, shilliq pardalar, teri tana suyuqliklari va hokazolar, qurilmadan mo'ljal bo'yicha foydalanish, xodimlar va zaif moyil bemorlar. Keyingisi, qurilmaning o'ziga zarar yetkazmasdan uni zararsizlantirish mumkinligi va yo'li. Qurilmani sterilizatsiya qilish mumkinmi yoki faqat dezinfeksiya qilish mumkinmi? Masalan, qurilma yoki alohida komponentlarning issiqlik, bosim, namlik yoki kimyoviy moddalarga chidamliligi, ishlab chiqaruvchining zararsizlantirish ishlov berish bo'yicha ko'rsatmalari, talab etiladigan materiallar, infratuzilma, uskunalar va boshqalar va shifoxonada buning uchun resurslar va imkoniyatlar salohiyati mavjud. Zararsizlantirishga sarflanadigan dezinfeksiya vositasi ta'sir ko'rsatishi uchun kerak bo'lgan vaqt, qurilma qancha vaqt ichida zarur bo'lib qolishi mumkin va talab etiladigan xizmatlar yoki bemorlar soni uchun qurilmalarning soni yetarlimi? Kasalxona har doim infeksiya zanjirini uzish uchun eng yuqori salohiyatga ega bo'lgan zararsizlantirish usulini tanlashi kerak. Bug'li sterilizatsiya infeksiyalar oldini olishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Biroq ko'plab qurilmalar issiqlikka yoki namlikka sezgirdir. Shuning uchun ularni bug'da sterilizatsiya qilish mumkin emas. Boshqa tomondan, etilen oksidi orqali sterilizatsiya qilish ko'p vaqt talab etadi va shuning uchun bemorlar o'rtasida ma'lum qurilmalardan muntazam foydalanishga to'sqinlik qiladi. Quyidagi jadvalda tibbiy muassasalarda eng ko'p qo'llaniladigan zararsizlantirish usullari ko'rsatilgan. Zararsizlantirishning eng keng tarqalgan usullari: birinchisi tozalash, ya'ni suv, kir yuvish vositalari, cho'tkalar va boshqalar bilan qo'lni tozalash. Ya'ni dezinfeksiya 100 gradusdan past darajadagi bug', nam, issiqlik yordamida termik dezinfeksiya. 100 gradusdan yuqori darajadagi bug', nam, issiqlik, quruq issiqlik yordamida termik sterilizatsiya. Ultratovush kir yuvish mashinalari yoki avtomatlashtirilgan yuvish dezinfeksiyalovchi uskunalar yordamida avtomatik mexanik tozalashlar, past, o'rta va yuqori darajadagi kimyoviy dezinfeksiya, gaz yoki suyuq holatdagi kimyoviy moddalar bilan past haroratda sterilizatsiya qilish.
Yo'shgan bo'ladi. Infeksiyaning oldini olish va nazorat qilishning kengroq konsepsiyasini amalga oshirmasdan turib, tibbiy asboblarni zararsizlantirishga erishib bo'lmaydi. U jumladan quyidagi muhim masalalarga ham e'tibor qaratadi va hal qiladi. Ya'ni qo'l gigiyenasi va dezinfeksiyasi, qon va tana suyuqliklari kabi yuqumli kasalliklarni chaqiruvchi agentlar bilan muomalada bo'lish, toza va ifloslangan mahsulotlarni bir-biridan ajratish, tashish va saqlash, chiqindilar boshqarish va yo'q qilish. Kasalxona rahbarlari zararsizlantirish va infeksiyani nazorat qilishni ta'minlaydigan tizimni o'rnatish kerak. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: siyosatlar, protseduralar, ko'rsatmalar, nazorat varaqlari va boshqalarni ishlab chiqish, yoki talabga javob beradigan ish jarayonlarini loyihalash va tashkil etish. Keyingi sahifalarda A va B misollarini ko'rishimiz mumkin. Infeksiyalarni nazorat qilish va sifatni boshqarish mexanizmlari. Keyingisi xodimlarga ma'lumot yetkazish va o'qitish, yoki zararsizlantirish va infeksiyani nazorat qilish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, materiallar va infratuzilma bilan ta'minlash. Tabiiy asbob-uskunalarni zararsizlantirish siyosati quyidagi tavsiyalarni aks ettirishi kerak. Zararsizlantirish jarayonidagi muayyan vazifalar uchun javobgarlik aniqlanishi va ma'lum shaxslarga yuklanishi lozim. Bunga tashish va saqlash kiradi. Ideal holatda tibbiy asbob-uskunalarni zararsizlantirish markaziy sterilizatsiya bo'limi tomonidan tashkil etilishi va nazorat qilinishi kerak. Zararsizlantirish bilan shug'ullanadigan barcha shifoxona xodimlari fartuk, rezina qo'lqop va himoyalovchi niqob kabi tegishli xavfsizlik kiyimlari bilan ta'minlanishi kerak. Zararsizlantirish bilan shug'ullanadigan barcha xodimlar tegishli o'qishdan o'tib, zarur malakaga ega bo'lishi kerak. Kasalxona tegishli xodimlarni o'qitish va malakasini oshirishni tashkil qilishi kerak. Tibbiy asboblar ishlatilgandan keyin va ishlatishlar orasida hamda ta'mirlash, tekshirish, texnik xizmat ko'rsatish va utilizatsiya qilishdan oldin tegishli usulda zararsizlantirish kerak. Zararsizlantirish ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ish jarayonining foydalanish joyidan zararsizlantirish inshootigacha bo'lgan barcha bosqichlarda aniqlanishi kerak. Tozalash, o'rash va steril saqlash uchun alohida joylar bo'lishi kerak va sterillamagan buyumlarning oqimlari kesishmasligi kerak. Steril zanjir saqlanishi va tegishli sifatni nazorat qilish, boshqarish xizmati tomonidan jarayonning har bir bosqichida tekshirilishi kerak. Shu jumladan tozalash, ajratish, o'rash, yuklash, sterilizatsiya qilish va steril holatda saqlash va foydalanish joyiga tashish kerak. Keyingi sahifalarda sizning kasalxonangizda foydalanish uchun moslashtirilishi mumkin bo'lgan ish oqimlarining sxemalari, shakllari va nazorat varaqalari misollar keltirilgan. Tozalash har xil usulda qo'lda yuvish asboblari, vositalar va suv bilan yoki ultratovush va yuvish dezinfeksiyalovchi mashina mexanizmlari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Qo'lda tozalashning ikkita muhim komponenti bu ishqalash, masalan, tarash, cho'tka yordamida tozalash va suyuqlik oqimi tizimlari, ya'ni gidrosistemalarda, masalan, bosim ostidagi suyuqliklar bilan yuvish, chayqashdir. Qo'lda tozalash odatda suvga botirish mumkin bo'lmagan elektr yoki batareyalari, yili tibbiy asboblar, dizayni yoki materiali tufayli boshqa usulda tozalab bo'lmaydigan asboblar uchun ishlatiladi, ya'ni ichki kanali tor yoki nozik asboblar. Qo'lda tozalash minimal resurslarga ega tibbiy muassasalar uchun yagona variant bo'lishi mumkin, yoki mashina yordamida avtomatik tozalashdan oldingi tayyorgarlik faoliyati bo'lishi mumkin. Qo'lda tozalashdan tashqari shifoxonalarda odatda ultratovushli tozalagichlar, avtomatlashtirilgan yuvish mashinalari yoki yuvish dezinfeksiyalagichlar yoki aravachalarni avtomatlashtirilgan yuvish mashinasi kabi mexanik tozalash uskunalari ishlatiladi. Avtomatlashtirilgan tozalash qo'lda tozalashdan ko'ra ta'sirchan va samaraliroq hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha mexanik avtomatlashtirilgan tozalash uskunalarini ishlatish tavsiya etiladi. 4-rasmda tasvirlanganidek tozalashning samaradorligini 4 asosiy omil belgilaydigan. Birinchisi mexanik harakat, ya'ni ishqalash, tarash, cho'tka yordamida tozalash uskunadan kirni olib tashlashga yordam beradi. Keyingisi kimyoviy agentlar, sirt tarangligi kamaytiradigan yog' va organik moddalarni kesib o'tadigan mos ishqoriy yoki pH neytral yuvish vositalarini yoki fermentativ eritmalarni bildiradi. Keyingisi aloqada bo'lish vaqti, ifloslangan buyumga yuvish vositasi va suv ta'sir qilish vaqtini bildiradi. 4-omil esa suv eritmasining harorati. Iliq suv ba'zi kimyoviy moddalarning faolligini oshiradi. Bundan tashqari, issiq suv zich yoki yog' yoki moyni sovuq suvdan ko'ra tezroq olib tashlashga yordam beradi. Shuning bilan ushbu darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.